Mustaqillik xalqimizning eng ulug' ne'mati. Mustaqillik tufayli yurtimiz tinchlik va osoyishtalikda rivojlanib, barcha sohalarda yuksak yutuqlarga erishmoqda. Vatanni sevish, uning ravnaqi uchun munosib hissa qo'shish har bir fuqaroning muqaddas burchidir. Mustaqillik yillarida ta'lim sohasida ham katta islohotlar amalga oshirildi. Ustozlar mehnati yuksak qadrlanib, ta'lim sifati va imkoniyatlari tobora kengaydi. Yosh avlod bugun yangi O'zbekistonni barpo etishga katta ishonch bilan otlandi. Yangi O'zbekiston bu nafaqat zamonaviy binolar, balki yangilangan ong, bilimli avlod va yorqin kelajak demakdir. Yangiyo'l tumani 1-san-texnikumida rahbar va yoshlar uchrashuvi bunga misol bo'la oladi. Ushbu tarixiy uchrashuv ishonch, imkoniyat va mas'uliyat uyg'unligining yorqin namunasiga aylandi. Bu muloqot yoshlarga qanot bag'ishladi, ularni ruhlantirdi hamda davlat va jamiyat oldidagi mas'uliyatini yanada oshirdi. Yoshlar tarixni o'zgartira oladigan buyuk kuchdir. Zero yoshlar yangi O'zbekistonning eng katta boyligi, ishonchli tayanchi va eng buyuk kelajagidir. Bugungi kunda hamkorlik memorandumlarining imzolanishi yoshlar uchun yangi imkoniyatlar eshigini ochmoqda. Kasbiy ta'lim insonlarni muayyan bir kasb yoki mutaxassislikka o'rgatish, ularda amaliy ko'nikma va malakalarni shakllantirish jarayonidir. Uning asosiy maqsadi yoshlarni va kattalarni mehnat bozorida talab yuqori bo'lgan real kasb egalariga aylantirish hamda ularning daromad topish imkoniyatlarini oshirishdan iboratdir. Teatr va madaniy tadbirlar esa yoshlarning ma'naviy dunyoqarashini boyitishga xizmat qilmoqda. Sport sog'lom turmush tarzining asosidir. Yurtimiz sportchilari xalqaro musobaqalarda yuksak natijalarga erishib, O'zbekiston bayrog'ini baland ko'tarmoqdalar. Texnikum o'quvchi yoshlari Barkamol avlod sport o'yinlarida va turli sport musobaqalarida faol qatnashib, faxrli o'rinlarni qo'lga kiritmoqda. Texnika va zamonaviy texnologiyalar hayotimizning ajralmas qismiga aylandi. Axborot texnologiyalarini puxta o'zlashtirish kelajakda malakali mutaxassis bo'lishimizga xizmat qiladi. Yangi O'zbekiston bunyodkorlari kasbiy mahorat milliy tanlovida o'quvchilarimiz faol ishtirok etishdi. Kitob ilm va ma'rifat manbai. Kitob mutolaasi insonning fikrlash doirasini kengaytiradi. Shuningdek, xotin-qizlarni ish bilan ta'minlash, ularning bilim olishi va kasb-hunar egallashiga yaratilayotgan imkoniyatlar mamlakatimiz taraqqiyotining muhim ajralmas qismiga aylandi. Ilm-fan sohasida o'qituvchilar va o'quvchilar tomonidan qo'lga kiritilayotgan yutuqlar barchamiz uchun faxr manbaidir. Bu yutuqlar kelajak avlodning salohiyati yuksak ekanini ko'rsatadi. Texnikumning kimyo va biologiya o'qituvchisi Muqaddas Egamberdiyevaning yutuqlarini bunga misol qilsak bo'ladi. Joriy yilda texnikumni 271 nafar o'quvchi tamomladi. Shulardan 7 nafari imtiyozli diplomni qo'lga kiritdi. Bitiruvchilarimizdan 56 nafarida xalqaro va milliy sertifikatlar mavjud. Maktablarda olib borilayotgan targ'ibot ishlari va 9-11 sinf bitiruvchi o'quvchilari uchun tashkil etilayotgan ochiq eshiklar kuni tadbirlari yoshlarning kasb tanlashiga va kelajak rejalarini belgilashiga katta yordam bermoqda. Turli xil ekskursiyalar yoshlarning tarixiy obidalar, muzeylar va diqqatga sazovor joylar bilan yaqindan tanishishiga, vatanimiz tarixi va madaniyatini chuqurroq anglashiga xizmat qilmoqda. Milliy qadriyatlarimiz xalqimizning bebaho boyligidir. Urf-odatlarimiz, milliy liboslarimiz, an'analarimiz va mehmondo'stligimiz bilan faxrlanamiz. Shu bilan birga yurtimizda turli millat va elat vakillari ahil va totuv yashab, millatlararo bag'rikenglik va hamjihatlik muhitini yanada mustahkamlab kelmoqda.
Bu dunyoda jannat makon yerlar bisyor, bu dunyoda oqu qaro ellar bisyor, ammo yo'qdir bu dunyoda sendek diyor. Jonim ichra jonimdirsan O'zbekiston, tuprog'ingda ajdodlarim izi qolgan, bobolarim terlarining tuzi qolgan, har gardida momolarim ko'zi qolgan. Jonim ichra jonimdirsan O'zbekiston, beshigingda allalading dunyolarni, dunyo ochgan necha daholarni, bolam deding yuraklar adolarni. Jonim ichra jonimdirsan O'zbekiston, sohibqiron qo'llarida qalqon bo'lding, Ulug'bekning nigohida osmon bo'lding, Mirzo Bobur yuragida armon bo'lding. Jonim ichra jonimdirsan O'zbekiston.